Assalomu alaykum. Meni ich qotishi yoki kamqonlik bezovta qilyapti deyilgan. 2 oylik homilador. Nima maslahat berasiz? Sochim tinmay to'kilyapti deyilgan. Buni sababini aniqlash kerak. Bu birinchi sabab, birinchi anaqasi. Nima qilish kerak? Albatta sog'lom turmush tarzi. Ertalab shu kunni birinchi yarmida suyuqlikda normada ko'p tez holatda, iliq holatda ichish birinchi navbat. Chunki suyuqlik kam ichilsa ham ich qotadi. Homiladorlar nihoyatda e'tibor berish kerak ich qotishiga. Olxo'ri, turshaklarni damlab, magiz, yong'oq, обязательно bu narsalarni ratsionga qo'shish kerak. Keyin homiladorlikda ruxsat beriladigan preparatlar bor. Masalan, laktozalar yoki psilium kletchatkasi bor. O'shalarni ichsalar bo'ladi. Faqat